Voy! Kiyimlarni dahshatligini. Vayillamada men seni yaxshi bilaman. Men senga aytganman, faqat bitta kiyim olasan. Shundaymi? Zubda-yu adasi. Shu zubdayingga seni. Ay, otang! Shu kiyimda ko'rmasam-da. Yaron tom ketib qol. Hey! Xotin! Bo'ldi. Nima qilganing bo'lmasa bitta ayt. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Necha pul bo'ldi bu? 5 million so'm. Tur joyiga qo'ying. Voy! Onalar neyse. Voy, shaytonlab qoldi. Voy! Dono. Aljirab qoldi. Ushma! Sen jinnimisan? Uyda bir dunyo turibdi, ishlatmaysan, chang bosib yotdi. Oberasiz dedim, oberasiz. Ay, baqirmay. Bolaga zarar menga asabiylashib qo'ymas. Sen emas, men asabiylashyapman hozir. Doim shunday. Oladi ishlatmaydi. Uyda chang bosib yotadi. O'zi 50 ta o'ziging bor. 48 tasi uyda chang bosib yotibdi. Ikkitasini taqasan, yana o'ziga olmoqchimisan? Biz o'g'lingiz bilan kelishmaganmiz. Iltimos, erkalashishga aralashmang. Buni o'g'li sovg'a qilmoqchi. Qaraya, tug'ilmagan bola uzuk sovg'a qilyapti. Meni xabarim yo'q. Wow. O'sam yo'q, sen jinnimisan? Yana bitta texnika olamish. U uyda 3 ta televizor chang bosib yotibdi, ishlatmaysan. Kiyimlaring boshqa narsa bilasan qancha pul bo'ladi? 30-40 million bo'ladi. O'zi 5 million pul olsam, katta xolamga olaman pulni. Ey, adasi, biron bir soddasiz, ko'cha ko'rmagansiz. Unda bir Kuchinskiy bo'ling, okay? Nima? Adasi, uyimizda kerak emas ishlatmaydigan narsalarimiz bor-ku, o'shalarni sotamiz. Qanday qiladi? Mango market platformasida sotsizdan bo'ladi, sotmasizdan bo'ladi. 1 minut ichida e'loningizni joylashtirib berishadi. Qulay va oson. Asosiysi ishonchli. Keyinchi? Nima keyinchi? Uyimizdagi hamma ishlatadigan narsalarni sotamiz-da, normal pul yig'iladi. Keyin aytgan narsalarni olamiz. Qalay, aka? Adasi, lekin baribir sotasiz-da. Nima? Let's get into it. Get stoned.